o'sha yerda men aytdimki, o'rta Sobirov dedim, bizni nimaga chaqirdingiz dedim. Mana Mo'niz nimaga joy masalasini gapirishuvdik-ku. U bo'lsam menga o'qib ketdilar. Sen xotining ikkita emish, qamatib qo'yaman, o'qib qo'yaman, qamatib qo'yaman, nima qilaman deb sudni ham chaqirib olgan burchakka, nachalnik milisiyani ham chaqirib olgan. Nachalnik Turiyonni ham qamayib aytdi. Orqamizdan kelib, ularni ro'zg'or militsiyalar to'xtatdi. Qarasam, hali ikkovi qiz. Ha, dedim, men tuhmat bo'ldi shekilli dedim. Skora keldi, o'g'illar skorini chaqirdi, keldi, o'lchab turib, davletini, buni manisaga bormasalar ham bo'lmaydi dedi. Sizni? Mana, ha. Keyin manisaga bordik, orqamizdan kasal odamni 8 ta milisiya bordi. Ali ukamam milisiyada ishlaydi, Ali bitta tanishi bor ekan, o'rtab harakat qilmay qo'yavering, hokimni topshirig'i bu dedi. Bag'dod borishimiz kerak dedi. Hatta tekshirib dalillarni ham mumkin emas dedi. Yotadi ba'zi. Sudga boradi dedi. Keyin Ali nima vrach tanish mahallalik edi. Ko'rib, ya bu dedi, hozir qimirlasang balo qolib kelasa, bu narsa bo'lsa dedi. Ya keyin nachalnik ham kimgadir endi vrach turib qilishuvdi. İşte bo'shaysan debdimi, nima debdi. Shu bilan olib ketishdi meni. Ama aka xafa bo'lmaysiz, ayolimni sinfdoshi edi. Meni ham dag'dag'a qilishyapti va xafa bo'lmaysiz endi uzr dedi. Lekin dedi, ularga aytdiki, ben 8 talarga keltirib, yosh katta odamlar debdi. Dedi, Nasilkada olib borasizlar dedi. Nasilkada olib borasizlar, o'sha yerda tekshirib turasizlar, lekin nima qilmaysizlar dedi. Ishtirok qilasizlar, boshqasizlar, lekin javobgarlikka tortmaysiz. Chiqarmaydi bu odamni dedi, ichkaridan dedi. Keyin Nasilkada olib kelishdi. Tikka turg'izmay sud qilishyapti. Nimani? Endi ha deganlar ikkitali qiz bola tuhmat qilyapti, fohishasan dedi, u dedi, bu dedi deb. Keyin topshiriq olgan bo'lsa kerak olib kirasan deb. Ani vrachni ko'p qarab turibdi. Qimirlamaysiz, bu dedi, biz dedi, qasam ichganmiz dedi, qimirlamaydi bu amaki dedi. Shu Nasilkada sud qilasiz, nima qilsiz, keyin nima qilasiz dedi. Keyin sudga ali vrach sud vrachdan so'rayapti. Olib kelsa bo'ladimi deb. Hali iloji yo'q dedi. Keyin bag'aki dedi, ali vrachga chaqirib nima qildi? Raspika yozdirib oldi. Men shu bu odamni bevora olmayman, nimaga yaramaydi, u bu deb raspika yozdirdiki, 100 ming jarima qilib nima qilishdi. Bu yetmaganda ertasiga shunday uyushtirishdiki, bu menimcha 2-iyun bu nima o'sha vaqtda haqiqatan Abdulla Oripov boshlig'i deb komissiyaning raisi, nachalnik milisiya Abdulla Oripov nima hokim Qo'qonda vaqtdagi Karim deganmi hokim edi. Viloyat bo'yicha endi Abdulla Oripov Toshkentdan kelgan, endi misol uchun bu hokim o'sha vaqtda nima qilolmas edi, viloyatda yig'olmas edi. Hamma viloyat rahbarlarini yig'ib turib 2-iyun kuni majlis o'tkazyapti. Abdulla Oripovni boshchiligida. Men 28-kuni shu Abdulla Oripov bilan tortishib turib, buzishni boshlaganda achchiqda shundan ketib qolgan. Keyin olib ketgandim meni Banisaga. Shu bilan 6-kuni chiqqanman. Ungacha Banisada bo'lganman. Bir vaqt Banisada yotibman, telefon qilyapti. Nima? Uchastkovoy. Nimani deydi? Hozir majlis bo'lyapti, kelarkansiz, hokim aytdilar. Qara majlis kim o'tkazyapti?
desam ha hokim. Qanaqa maylis ekan o'zi? Shu jamoa a'zolaringizni nimasi? Maylisi. Jamoani resmen kasal yotibdi, o'tqizyaptimi uni? Hech kimning haqqi yo'q dedim. O demak, men maylis o'tqizaman, hokiming boradi. Hokiming san sanlarni qo'ymayman ham. Bu haqqi yo'q nimani aytib qo'y dedim. Shu bilan o'tkazib yuborishdi. Men Vanisada boshliq ikkinchi nima ulushda asosiy ulushda o'g'lim 81 poyez nimada menga qarayapti kasalga. Shu majlisni o'tkazib yo'q u nimalar jamoa yo'q. Bu qarag'angi zo'ravonlik hayvonman mana bu zo'ravonlikdan tashqarisi yo'q hech kim nima jamoadan chiqishi biz men Vanisada yotibman, o'g'lim menga qarayapti, qaynam bir joyda yotib qolgan. Bular majlisni o'tkazib mulkimiz talon-taroj qilishga qaror chiqaryapti. Ular jamoa a'zosi ham emas, undan tashqari o'sha 21 kishi shtatda yo'q ham. Nimada umuman 1996-yil chiqib ketgan ishdan. Men 1998-yil rahbarlik bo'lyapman. Mana u nima mana hali savodsiz, zo'ravon nima sud Rishtondagi o'shalarni jamoa a'zosi qilib ko'rsatyapti. Mana qaror sud qarorida. Mana muttahamlik. Shuni tekshirtirmasalaring bo'lmaydi o'rta prezident.